2000 yurgan, kraska 100% toza. Bunga qo'shimcha qilingan ish faqat 4 ta yaxshi balon taqilgan. Tonirovka, Tonirovkalari bor. tonirovkalari bor. Yukxonasini ko'rsating. Bu yukxonasini ko'rgan odam bu bespravil bo'ladi. Tiniq turibdi haqiqatdan ham. 22-yil. Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 9-noyabr hafta kuniga yakshanba Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Sergeli mashina bozoridan Gentra ishqibozlar uchun bugungi videomiz Gentra narxlaridan bo'ladi. Rustam aka bilan birgalikda boramiz. Assalomu alaykum. Rustam aka, yaxshi keldingizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Sog' salomat. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, aziz vatandoshlar, aziz aka-ukalar, musofirda kuzatayotgan qadrli aka-ukalarimiz, joninglar sog'mi? Yaxshi o'psizlarmi? Xo'sh, mana bir hafta o'rtada obzor qila olmadik. Qancha endi havo sal sovib ketdi, odam mazasi bo'lmay bozorga ham chiqa olmadik. Bir hafta o'tib xudo xolisa mana obzorimizni boshladik. Xo'sh, bu galgi obzorimizda eski mashinalardan umuman yo'q. Faqat yangilari. Hammasi yangi. Xudo xolasa narx-navolarimiz xalqimizga yoqadigan. O'rtada mana sizga ham telefon qildim. Bizning ashaddiy muxlislarimiz telefon qilib, Rustam aka videolar nimaga chiqmayapti, videolar nimaga qo'ymayapsiz degan savollar ham bo'ldi. Shunday. Endi mana o'z kechadan sal oyoqqa turib ko'chaga chiqdim. To'g'risi, bir 10 kunchilik dam oldik. Xo'p, nima deymiz? Bugun haftaning yakshanba kuni Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Savdo xudoga shukr bo'lib turibdi. Odam bor, lekin unchalik emas. Bor, lekin kam. Xo'sh, narx-navolarga assalomu alaykum. Mana Ilhom tog'am ham keldi. Xo'sh, narx-navolarga keladigan bo'lsak, men har doim bir gap qaytaraman mana. Dollar kun sayin tushgan bo'lsa tushib turibdi, ko'tarilgani yo'q. Mashinaning narxi ham xuddi shunaqa. Tushsa tushibdi, lekin narx-navo ko'tarilgani yo'q. Mashina olsam bo'ladimi deydiganlarga, menimcha hozir ayni mashina oladigan payt. Olsa bo'ladi hozir. Olsa bo'ladi. Chunki dollar ancha pastga tushib ketdi. Endi Toshkent Sergeli mashina bozorida asosan mashina dollarga sotiladi, bilsanglar. Shunday. Shu nima deymiz? Bo'lmasa obzorimiz boshlaymiz. Bugungi obzorimizda 4 ta Gentramiz bor. 4 ta Gentra bor. 2 ta oq bor, 2 ta qora bor. Eng qaravoy ranglarida. Qo'yadigan mashinalarimiz, narx-navolarimiz startviy narx emas, o'rtoqlar. Kelishtirib beriladi tepasiga kelgandan keyin. Xo'sh, 12 ta viloyat nasiya savdo, naqd, bank, plus dastavka xizmatlarimiz ham bor. Bo'lmasa gap cho'zmasdan mana shu 2019-yilda ishlab chiqargan Gentramizdan boshlaymiz. Xo'p, 2019 bu. 2019 130 ming yurgan. Xo'sh, bunga qilingan ish Amerikan kopteri, 4 ta yaxshi balon, pult, 4-pokoleniya propan, tonirovka, Tonirovkalari bor. tonirovkalari bor. Mashina holati juda zo'r. Propanlar qo'yilgan. Mana zapaska yukxonalarni bitta ko'rsating. Bu endi anaqa zapaskani o'rniga qo'yilganda propan. Tabletga qo'yilgan. Tabletga qo'yilgan. Xo'sh, mashina holati juda zo'r, yaxshi. Minus tarafini ham aytib o'taman. Minus tarafi o'rtoqlar mana shu parogda kraska bor. Mana shu parogda kraska bor. Mana bu detallarga o'tmagan, detallar to'za, faqat parogda kraska bor. Xo'sh, narx-navosiga keladigan bo'lsak, mana bundan o'tib narx-navosi $10,800 so'rab turibmiz. 10800 ga. $10,800 so'rab turibmiz. Yana narxini kelishtirib beramiz. Yana kam Xo'p, bor. bu mashina bank bo'lmaydi. 12 ta viloyatga nasiya savdo qilamiz. Xo'sh, naqd o'sha variant. Plus dastavka ham qilib beramiz. Dastavkasi ham bo'ladi. Xo'sh, 2022-yilda ishlab chiqarilgan oq Gentramiz. Optira stoplar qo'yilgan. Mashina kuzov ham, texpasport ham 22. Monitor. Kraskalar toza. Bunga qilingan ishni sanab o'taman. 8 oy tonirovka bunda ham ruxsat. 4 ta yaxshi balon, CC3 magnitofon, zadniy kamera, video registrator, stop start, 906 pult. Kraskalar toza. Men sizlarga buni bitta yukxonasini ko'rsating. Bu yukxonasini ko'rgan odam bu bespravil bo'ladi. Tiniq turibdi haqiqatdan ham. 22-yil.
Xo'sh. Narxiga keladigan bo'lsak, narxiga o'rtoqlar $13,400 so'rab turibman. 13400 ga. $13,400 so'rab turibman. Kelishtirib beraman. Bu mashinamiz naqdga ham bo'ladi, 12 ta viloyatga variantga ham bo'ladi. Plus через bankka qilsa bo'ladi. Bank orqali ham ketaveradi. Xohlasa nasiya savdo. Dastavka endi 100% bo'ladi. U dastavka endi o'zimning qo'limda. Xo'sh, navbatdagi mashinamiz Qora so'raganlarga 2022 bu ham. 2022. Xo'sh, 42 ming yurgan. 42000 probeg. 42 ming yurgan. Kraska 100% toza. Bunga qo'shimcha qilingan ish faqat 4 ta yaxshi balon taqilgan. Aha. Qolgan hamma narsa zavod holatda turibdi. Mana motor qismlarini ko'rsatamiz. 2022-yil kuzov texpasportdan Benzinda. lekin qo'shimcha narsa qo'yilgan, faqat 4 ta yaxshi balon qo'yilgan. Qolgan zavod holat, mashinada bampergacha kraskalar toza. Bagajlarni Bampergacha radnoy turibdi. Xonalarga ham gaz, paz, metan, propan degan narsalar qo'yilmagan. Holati zo'r. Xo'sh, buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 13800 so'rab turibmiz. 13800. 13800. Endi misol mana navorot qilingan oqdan bunda navorot pashti yo'q-da, bu qora. Endi oq bilan qora 400-500 minggacha raznica o'ynaydi. Narxini 13800 so'rab turibmiz. Yana kelishtirib beramiz. Xo'sh, bu ham 12 ta viloyat nasiya savdo, naqd bank bo'laveradi. Plus dastavka ham. Dastavka ham bor. Xo'sh, oxirgi mashinamiz. Xo'sh, 2023. 23. 23. Oxirgi chiqqanlaridan. Kecha bir akamiz so'rovdilar. 5000, 6000 yurgan deb. Endi bu Pramoy egadan. Ya'ni o'zidan. Ha, Pramoy egadan. Xo'sh, mashinani holatiga keladigan bo'lsak, mashina 7000 probeg. Aha. 23. Mashinaga qo'yilgan narsa video registratoridan pul qo'yilgan. Video registrator pul qo'yilgan. Qolgan narsalar zavod holat. Abiz, abagrev, hamma narsasi bor. Kraskalar toza. Plus tarafi mana shu yil bilan probeg. Yil bilan probeg. Yil bilan probeg. Mashina tiniq, ideal. Bamferigacha mashina toza. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, narxiga buni narxi 16000 so'rab turibdi. 16000. Yana tepasi savdosi bor. 16000 kami bor. Pramoy egadan, xudo xolasa, olish niyati borlar, mana telefon qilsanglar, gaplashib, kelishtirib olib beraveramiz. Xo'sh, nima demoqchiman yana o'rtoqlar, mana bir hafta o'rtada video qo'ya olmadik. Ko'pchilik bilan telefonlashdik. Sotiladigan mashinalar bo'yicha hozir mana 4 ta mashina bo'lsa, xudoga shukr, agar mashina bo'lsa yana olishga bitta mashinaga kuchimiz yetadi. Agar sotiladigan mashinalar bo'lsa, o'rtoqlar aloqaga chiqinglar. Har doim shu aytib o'tganimdek, Sparkdan boshlab Malibu 2 gacha olaman. Spark, Nexus, Cobalt, Gentra, Malibu 2 gacha olaman. Plus shu maqsadimga yetolmayapman-da. Ilhom tog'a, G'anishir, shu Tracker 1 ololmayapman. Tracker 1. Ancha vaqtdan beri aytib kelyapsiz. Bir oydan beri pashti Tracker 1 sotiladigan bo'lsa aytsanglar olaman deyman, bilmadim. Kimlardir sotgisi kelmayaptimi? Yo'q, haqiqatan ham Tracker 1 qolmadimi? Shu Tracker 1lar bo'lsa ham o'rtoqlar, aloqaga chiqinglar, sotib olaman. Ha, yana yoki mana Tracker 1 bo'lmasa X6 BMW bor-ku. Bilasizlar mana 2008, 2009, 2010-yil chiqqan X6lar ham bor. Bilasizlar? Agar kimda mana shu BMW X6lar ham bo'lsa, agar probeg kamroq, holati yaxshi bo'lsa, shuni ham sotib olaman, minishga bor. Shuning uchun o'rtoqlar, kimda mana shu sotiladigan mashinalar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Keyin Rustam Avto Instagram kanallariga ham kirib, podpiska, layklarni ham bosinglar. Kommentariyalar yozinglar. Fikringlarni bildiringlar. Sizlarning fikringlar, kommentariyalarga qarab, keyingi galdagi bo'ladigan xudo xolasa obzorlarimizni отдельный qilib qo'yib boramiz, xudo xolasa.
Endi G'ani Sherjon menda bilasiz Ilhom tog'a постоянно qisqa lo'nda obzorchi bo'ladi. To'ppa to'g'ri. O'zimni mashinamni qo'yaman bilasiz. Begonanikini qo'ymayman. Shuning uchun o'rtoqlar videolarimizni ko'rib, layklar, podpiskalarni ayamanglar. Instagram kanallarimizga ham o'tib, layk, podpiska, kommentariyalarni yozinglar, fikringizni bildiringlar. Sotiladigan mashinalar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, yaxshi narxda sotib olamiz. Sizlarga ham rahmat. Sog' Rahmat bo'linglar. Rustam aka, charchamang. Ishlaringga omad. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Xo'p.